Hozir yer sharining temperaturasining davomli o'rilishi allaqachon birinchi darajalik doklad emas. Kishilar allaqachon yer sharining klimati zo'r darajada o'rlayotganligini his qilib bo'ldi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 1884 yil bilan solishtirganda yer sharining o'rtacha temperaturasi 100 yil burunqidan 0,48 Selsiya gradus o'rlagan. Bu o'zgarishlar yer shari yarim sharining bahor faslida qor erishini 150 kun burun paydo qilgan. 21-asr kirgandan buyon dunyoning har qaysi joylarida ko'rilgan yuqori temperatura rekordi orqa-orqadan yuz bergan. Yer shari temperaturasining o'rilishi klimat masalasini texnik turaqsiz qilyapti. Tayfun bo'rni, qor bo'ron qatorliq tabiiy ofatlar burunqidan texnik ko'paydi. Texnik muhimi temperaturaning o'rilishi muz tog'larining tez suratda erishini keltirib chiqarib, 21-asrning oxiriga borganda yer sharining texnik illib ketishini ro'shan isbotlamoqda. Bo'libmi Nepal, Hindiston, Pokiston va davlatimiz qatorliq joylardagi muz tog'lar bir qadar burun erib ketishi mumkin. Hozirgi bosqichdagi Himolaya tog' rayonidagi muz tog'larining chekinish surati dunyoning boshqa joylaridan bir bo'lak tez bo'lgan. Mushu surat bilan hisoblaganda 2023-yilga borganda Himolaya tog' tizmasi atrofidagi muz tog'lar mangulik yo'qolishi mumkin. Janubiy va shimoliy qutb muzligining erishini keltirib chiqargan dengiz suyining o'rilishiga sal qarashga bo'lmaydi. Turli sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, dengiz yuzi 2050-yilga borganda insonlarga nisbatan yomg'ir faslining 3 hassasidan oshadi ekan. Bu bir qism dengiz bo'yidagi shaharlarning yo'qotilishini keltirib chiqaradi. Necha 100 million odam ichki quruqliklarga yo'tilishga majbur bo'ladi. Kelgusi 30 yilda Osiyo, Yevropa qatorliq dengiz rayonlarida nurg'un aholi zo'r tahdidga uchraydi. Vyetnamning janubidagi rayonlarning hammasi yo'qolib ketadi. Kompyuterda taqlid qilinishicha, Vyetnamning suv ostida qilish mumkinchiligidagi nüfus 20 million ekan. Bu taxminan umumiy nüfusning 4dan 1 qismini egallaydi. Hindistonning pul muomala markazi Bombay qatorliq rayonlarmo og'ir tahdidga duch keladi. Ilgari bu yerlarning ko'p qism joylari orol bo'lg'achqa dengiz yoqasidagi boshqa shaharlarga selishtirganda suv besib ketish xavfi texnik cho'ng bo'ladi. Elimizning yer shakli eng tuvan bo'lgan Shanxay shahri kelgusidagi ofatda eng cho'ng ziyonga uchraydigan rayon bo'lishi mumkin. Uning ustiga Shanxay shahri dengiz yuzidan egizligi 5 metrdan 7 metrgacha keladi. Olimlarning mo'ljaricha 2050-yilga borganda Tianjin, Liaodong yarim oroli, Tayvan qatorliq joylarmo dengiz yuzining o'rilishining ziyoniga uchraydi ekan.